Assalomu alaykum hammaga. Bugun hayotimdagi yangi boshlanishlardan biri. Men arab tilini o'rganishni boshlamoqman. Hozir sizlarga g'alati eshitilishi mumkin, chunki ancha shamollab qolganman. Anchadan beri arab tiliga qiziqardim, lekin hech qachon boshlamas edim. Bugun esa nihoyat birinchi qadamimni tashladim. Arab tili darsim soat 10:30da. Talabvoqli turib o'rnalarimni to'g'rilab, yuzimni yuvaman. Rostini aytsam, birinchi kunmi hayajon bor, chunki arab harflari menga juda qiyin deb tuyuladi. Lekin shu tilni bemalol gaplashadigan kunimni tasavvur qilsam, motivatsiyam oshadi. Maskanlarni qo'ygandan so'ng o'zimga nonushta tayyorladim. Nonushta qilib bo'lganimdan so'ng do'kondan o'sha yerda yeyish uchun keks bilan oddiy suv oldim. Arab tili uyimdan uncha uzoq emas, yaqin. Hozirda kunlar juda ham isishni boshlayapti. Arab tili o'qishim yaqinligi men uchun juda qulay bo'ldi. Yo'lda ketayotib olchalarni ko'rib qoldim. O'sha olchalar ham pishishni boshlabdi. Men arab tilini shunchaki til sifatida emas, juda chiroyli va yoqimli til deb bilaman. Eshitilishi juda ham mayin, ham yozilishlari ham rosa yoqadi. Shu sababli uni o'rganishni xohladim. O'qishimga ham kelib oldim. Birinchi kun video olishga keldim, chunki odam bo'lsa video olishga uyalaman. Qiyshuv ishlayman, to'g'ri ishlamayman. Qiyshuv video bo'lsa ham sizlarga ko'rsatdim. Birinchi bo'lib guruhdan o'zim keldim, keyin qolganlar kelishni boshladi. Vaqtli kelib qo'yganim uchun soat 10:30 bo'lishini kutib o'tirdim. Va nihoyat kelishdi. Qolganlar ham soat 10:30 bo'ldi, darslarga kirdik. Arab tili ustozi bilan tanishib oldik. Arab alifbosini tushuntirdilar, mashq berdilar, daftarga ma'lumotlarni yozdik va tushuntirdilar. Savollarimizni ustozga berdik va javob berdilar. O'sha yerda o'zini kitobini oldim. Chiroyli pishta kiyimlarimni kiyib oldim. Arab tilini o'rganishimning yana bir sababi bu til juda ham boy til ekanligi. Ko'p odamlar arab tilidagi so'zlarning ma'nosi juda chuqur bo'lishini aytadi. Darsimiz o'sha tugadi va uyga qaytmoqchiman. Menga tilni o'rganish juda ham yoqadi. Xohlayman kurslarga borib har xil tillarni o'rganishni. Uyga ham kelib oldim. Uyga kelishim bilan bitta dramamni yangi qismi chiqqan ekan, o'shani ko'rishni boshladim. Dramaning nomi Aroq advokati. Holida mushichani ko'rib qoldim. Arab tiliga xuddi shunaqa bilakni tutmoqchiman. Bitta do'konda ko'rdim. Faqat ko'rasi sal boshqacharoq edi. Menga yoqadigan ruchkalar xuddi shunaqa. Sizlarga bitta birlashganini ko'rsatmoqchiman. Oldin shunaqa programmalarni rosa ko'p ishlatganman. Buni ham yaqinda o'rnatdim. Buni plyus taraflari ko'p ekan. Bajargan natijalaringizni diagramma qilib ko'rsatadi va asosiy qiladigan ishingizni, hobbilaringizni shunaqa fayl qilib saqlab qo'ysangiz ham bo'lardi. O'zimga moslab alohida fayl qildim. Hobbilarimni alohida qilib qisqa qilib nomini belgilab qo'ydim. Buni hamma o'ziga moslab qilsa juda ham chiroyli bo'lsa kerak. Ranglarini bu yerda reja tuzaman, bu yerda keyin bajaraman. Men aniq maqsadlarimni qilaman, kun tartibini tuzmayman lekin. Undan keyin oshxona va uylarni tozalashga o'tdim. Shamollaganim tufayli ozgina mazam bo'lmagani uchun ishtaham ham yo'q edi. O'zimga guruch qaynatib edim. Kechga darslarimni qilishni boshladim. Bu yerda kirish qismlarini arab tili haqida ma'lumotlar yozilgan. Shularni o'qidim. Orqasida yana ko'pgina ma'lumotlarni hammasini yana o'qib, esimda qolishi uchun rosa mashq qildim.
Keyingi kunimni dars jarayoni. O'tgan kunda kun tartibini ko'rsatganim uchun bu kunda ko'rsatmani faqat dars qilgan jarayonimni ko'rsatdim. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda qoldik. Alohida ham, boshida ham. Buni bittasi yosh boshlasa, 5 ta bo'ladi. Qarang, ja, arja, bu bo'shliq. Bo'shliq nima degani? Og'iz bo'shliq nima degani? Mana bu orada bo'sh joy bor-ku. Mana shu arja hisoblanadi. Mana ichkarida, o'pkada, mana bu o'pka joylashgan bo'lsa, vaqtda bo'shliqqa havo chiqib keladi. Havo chiqib kelib, bir joyga
Hozir qayerda? Iste'foga chiqqaniga ancha bo'ldi. Baribir unga o'xshashni xohlayman. Keyin vaziyatda o'zimdan KMSK, HNKB deb so'rayman. Gipermega super katta xo'jayin nima qilgan bo'lardi, a? Beriladigan mukofot devordagi surat xolosmi? Yuring. Mansabim oshadi. Shisha devorli xona va shaxsiy tuvak. Qo'yil. Nima, keyin bu yoqqa qaytasanmi? Zudlik bilan tep. Men oilaparvar odam emasman. Meni ishim hayotimdir. Qo'yil maqom. Sekinroq aytasizmi? Baq, baq, baq. Shunaqa ko'rganinglar deb multfilm ko'rib yozib chiqdim, ya'ni qanaqa yozilishini o'rgandim. Ishoninglar, lekin maza qildim. Ustoz husnixat tutinglar demadilar, lekin men xohladim husnixat tutishni. Chunki harflarni qanaqa yozilishini chiroyli yozishni xohlayman arab tilida. Meni kuzatadigan obunachilarim kim arab tilini o'rganyapti yoki biladi? Javobinglarni kommentda kutaman. Men Instagramda bitta kattalovchi raskaraska ko'rdim va buni bo'yasa odamning miyasi tinchlanadi, lekin rost oyim keldi. Hammaga salom. Bugun navbatdagi obzor Best of seriyasini raskraskasi Best of Pixar. Bu tomda Pixar chiqargan multfilmlar qahramoni keladi. Hamma shet raskraskalariga o'xshab, bu yerda ham trekker bor. Kartinalar 100 ta, undan 4 tasi razvorot, qolgani bittali kartinalar, illyustratsiyalar. Illyustratsiyalari yorqin, rang-barang. Palitrasi katta. Bu tom qiyin tomga kiradi, chunki mayda detallarga boy. Mana kartinalari. Judayam chiroyli illyustratsiyalar. Mayda detallar ham bor, krupniy detallari ham bor. Mana. Oq palitra bitta zalita emas. Mana. Также obmanka bor. Obmanka degani bu avtor bo'yaydigan joyga boshqacha illyustratsiya chizgan. 76 ni qarasak, ответida, то есть yakuniy ko'rinishi bunaqa bo'ladi. Katta varianti. Shunaqa kartinalari ham bor. Obzorimizda Lango akril marker seti 192 tali, uchi kist 1 mm dan 5 mm gacha katta bo'lib ketadi. Juda qulay. Kelishi sumka, o'zini sumkasi bo'ladi, ko'taradigan joyi. Также remeshogi bor, o'zi bilan mamutga ilib ko'tarib yursanglar bo'ladi. Keyin ochganimizda bunaqa palitra kutadi bizani. Также sumkasidan tashqari o'zini plastik idishi bor. Buni organizer qilib ham ishlatsanglar bo'ladi. Keyin qo'shimcha nakonechniklar bor. 5 ta va o'zini vykrska qiladigan palitrasi bor. Mana bu yerga hammasini raqami bo'yicha bo'yab chiqasizlar. Qurishni kutasizlar. Keyin shunga qarab raskraskani palitrasi bilan solishtirib, topib bo'yasanglar bo'ladi. Narxi 1,450,000 so'm. Menga shu ikkita narsa yoqdi. Raskraska narxi 600 ming ekan, narxiga arziydimi? Fikrlaringizni kommentda kutaman.